Başlaymayız vatandaş vaziyet ve muhakeme bugün çislağı 2022 yıl 11. ayının 3. günü. Yok orada körep yotok vatandaşım. Gepni Gasparov'dan başlayımız. Mesela aşağıda eğer koyulgan bir sual dedi hazır. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo Kompartiyasi Jungo hukumati hazır. Dunyoga bir ramka belgilash suhbatiga tayyorlik qilib bo'ldimi deb. Bu savolni Ukraina gazetining muxbiri o'tirib qo'yibdi. Mayli kimning qo'yishidan qat'iy nazar, lekin Ukraina gazetlarining sezgirligidan hoş bulaylı deyimiz. Mesela naytçı söz görünmesini götürüp çıktı. Bir sebep ne deseniz? İki dünya uruşu ahırlaşıp, dünya soğuk münasebetle uruşu devre kırıp gelgenden beri dünyanın takdiri, atom kuralları, yadro kuralları, yani stratejiyle kurallarını çekleştiğindek. Muşunda mesele bu içe dünya tenişliği ve başka mesele bu içe, asaslı dünya tenişliği meselesi bu içe. Dünyada, bu dünya doğrusu söhbetlerini Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rusya, aynı çağda sabık Sovetler ve keyinki Rusya şunda ustalda oturup şunda sözleşip kelgen idi. Bugün Ukrayna'nın gazetinin xabariga qaraganda o'ttirig'i chiqib, endi bu o'rinda o'ltirdigan Rusya emas. Jungo demoqchi bo'ldim ha. Yoki endi bundan keyin darajadan tashqari ishki cho'ng davlat deb ataladigan mushundaq ataq, mushundaq ismning o'rniga Rossiyani chiqarib etib, uning o'rniga Jungoni qo'ydimi? Dunyo shuningga keldimi? Butunji qatim Ukraina gazetining xabariga vatandosh. Endi o'zimizdan gapi kelayli. Gasparov masalan Reis Xi Jinping debdiki Amerika Qo'shma Shtatlari tarafga biz Prezident Vladimir Putinni sizlarga beraylik. Sizlar Tayvanni bizga beringlar. Mushundaqmi tegish bo'lamdi dunyoda vatandosh ham jumla so'z iborimi mushundaq o'tirib qo'yilamdi. Masalan Gasparov o'zi dedi kelar yili bahorda Rossiya mag'lub bo'ladi, Ukraina g'alaba qiladi dedi. Bari yo'q 3-4 ay, 5 ay, yarım yildek vaqtda Muşu vakit işidi gereksiz bir malga aylanadigan bir prezidentni Amerikaga bas, Amerika prezidenti nima qilmoqchi vatandosh? Onsiga Rossiyalik grejdan Rossiyalik davlat boshlig'i bo'lgan odamni Amerikaga Reis Xi Jinping qandoq berdi vatandosh? Agar ikkisi do'st idi, Reis Xi Jinping do'sti Vladimir Putinni setavetdi desa, vaqtida Ukraina urushi masalasidagi maydonni Jungo darhol o'zgartirishi kerak bo'ldi vatandosh. O vaqtida Rossiyaga shundoq muomala qilgan Jungo dan keyinla Rossiya Jungoga qandoq muomala qiladi? Prezident Vladimir Putin Rossiyaga qandoq muomala qiladi? Bu savol o'tirg'i chiqadi vatandosh. Lekin bu yerda qiziq bir ish bo'layotgan bir ish nima deseniz, Tayvan bir ma'muriy rayon, bir mustaqil davlat. Hozirgacha 22-23 davlat e'tirof qilgan bir mustaqil rayondagi mustaqil davlat, hamda Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb dunyosining himoyasi ostidagi davlat. Bu davlatni elib berib Jungoga bering. Jungo siz buningga Vladimir Putinni Amerikaga bering degan gap bu. Qanday hikoya bu vatandosh? Endi kelayli. Sizning tasavvuringiz kirib bo'ldi hozir bu shundaqmi? Vladimir Putin kim? Prezident Vladimir Putin kim? Bu kishining bugungi obrazi Ukrainaga tajovuz qilgan tajovuzchi. Shundaqla bu kishining bugungi obrazi Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin. İki obraz, iki xil qiyofat, iki xil salohiyat. Biri prezident, yani birisi Ukraynaga tajovuz qilg'ichi. Xo'sh, bu kishini Amerikaga berib, uning o'rniga Tayvanni oladigan Jungo Kompartiyasining o'ylagan
Bunun tarihi kayni nima? Tarihi nima? Bunun manzilisidan kaynidi ki. Sebepler mesela tarihi sebepler nima? Real sebepler nima? Fakat Ukrayna vuruşu meselesi mi? Demek Prezident Vladimir Putin bilen Prezident Vladimir Putin bilen Reis Xi Jinping o'ttirısida azroq bir sürkülüş payda bo'ldi mu? Dahu aşkar o'ttirg'i chiqmadi. Lekin magapning o'zi ajoyib bir gap vatandosh. Buning siz ham qiziqsinib qaraysiz, ham qiziqsinib qaraymiz biz vatandosh. Buning nima sababi nimadan buning ichida? Yani tahlil qilish hozir bo'lamdi, bo'lmamdi buni bilmayman. Meni ahmoq desanglarmi dabiringlar. Prezident Vladimir Putin degan so'zga bog'lanib keladigan Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni va vatandoshim. Bo'ldi mishadil to'xtab qolay. Mushundaq masalalar bu. Masalan, mushu bir yil yoki prezident Joe Biden Aqsaroyga kirgandan beri uchrashishlar 2021 yılı 6. ayının 10. günü Prezident Joe Biden bilen Rusya Prezidenti Vladimir Putin'in canlı sohbeti. Ondan keyin 2001 yılı 3. ayının 18. günüdeki avval Alyaska sohbeti. Alyaska ştatida o'tkazilgan ikki davlat sohbeti. Yangjechining pashliqqa qilib ketish a'lodab ketib qolganligi 2001 yildagi jiddiy vaziyatlar vatandosh. 2001 yili 2021 yili 12 ayning 23 kunidagi Prezident Joe Biden'ning Uyg'ur majburiy emgakdan saqlanish qonuniga imzo qo'yishi arliqda nurg'un qonunlar ma'qullandi Amerika Davlat Majlisi Kongressda. 2021 yılı jangovar o'tgan bir yıl Uyg'ur masalasi bo'yicha vatandosh. 2022 yılı ham shundoq kelyapti. Boshda aytdik, yaqinda 50 davlat. Taharliqda 47 davlat, 50 davlat. Xudo menda o'rlashtirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari shunda o'rlashtirdi yoki G'arb dunyosi. Davasingiz bo'laverdi vatandosh. Xo'sh, shundoq bir paytda hozir biz tungan sizlarga so'zildik. Balidavda Indoneziyada 20 davlat yig'inida Prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinping ko'rishishi mumkinmi? Hozir bu yo'l tuzlanyapti, shu yo'l uchun ishlanyapti. Masalan, minister Wang Yi Junguning mushuni tuzlash, bu yo'lni echishdan tirishchanlik ko'rsatyapti dedi. Lekin tuning so'zimizda bir so'z esingizda bormi? Bevosita so'zlashish bo'lmasa yoki bevosita so'zlashish to'g'risi Jungo taraf bir signal qaytarmasa 20 davlat guruhining Balidavdagi yig'inida Prezident Joe Biden bilan Reis Xi Jinpingning ko'rishishi va suhbat o'tkazishi notayin degan so'zni turgan sizlarga topshirdik. Bugun buning tuyuqsizlar hozir 3 matbuotda Chimpokong matbuoti pulga qaraydigan jillar matbuoti bu hukumat matbuoti Tayvanning hukumat tarafining torbiti deyli uni Guamfang Findao degandiki shunday bo'ladi. Hukumat tarafining matbuoti deyli. Bugun endi Vanway torbiti yetib kelgan bu yozma xabarni sizlarga topshirdik. Bu yerda Prezident Joe Bidenning talablariga yoki talablarning nima ekanligini bilmaymiz. Bu yerda talablarning nima ekanligini bilmaymiz. Balidavda o'tkaziladigan suhbatga tayyorlab Reis Xi Jinping mushu shartni Prezident Joe Biden'ning oldiga, ya'ni Amerika hukumatining oldiga qo'ygan bo'lamda. Tayvanni bizga beringlar, biz Vladimir Putinni sizlarga beramiz. Ajoyib gap vatandosh. Biz chunqurlab tahlil qilamidik. Chunki o o'tirg'i chiqmagan narsaga qalaymiqan so'zlashga bo'lmaydi vatandoshim. Shunchalikda buratdik. Hozir bu ish mush yetgan bo'lsa, bu yerdan qaltis bir naytu chunqur hikoya o'tirg'i chiqamda qandaq. Biroq Gasparov nim dedi? Bunaqa Amerika Qo'shma Shtatlar qo'shilmadi, bunda savdoga dedi. Amerika Qo'shma Shtatlar hukumati Reis Xi Jinpingning bu taklifini qabul qilmadi, bu savdoni qabul qilmadi dedi. Deputablar keyindi nimadir 3. ayda Ukrayna g'alaba qiladi, urush mushundaq oxirlashadi dedi.
Hoş, 3. ayda məğlub buludğanlığını birlik Gasparov emas, hatta Reis Xi Jinping'i körüp boldu degan gap, şunaqmi? Reis Xi Jinping'nin ko'zi yetib boldu, məğlub buludğanlığı Ukrayna uğrusiz Rossiya Federatsiyasi. Muşundaq ahval ostida bu məğlub buludğan bir adamni Amerika Qo'shma Shtatlari tarafga havola qilish, va'da qilib va topshirib berman deyishning o'zi bu bir kulkilik gap yoki Gasparov o'kticha bu ko'p turibdimi, mubolag'a qilyaptimi bilgani bo'lmaydi. Xabar mana shu. Qolgan taraflarni men sizning tasavvuringizga tashildim vatandosh. O'ylab boqing. Bilamda tasavvuringizni o'ylab bir yakuni chiqaring. Prezident Vladimir Putinni Tayvanga tegishish. Tasavvuringizga ilib bir o'ylab boqing vatandosh.